Andijon tumani Noxotak mahallasidagi 726 ko'p qavatli uylarda istiqomat qiluvchi aholi mana 2 yildirki sharoiti yaxshi bo'lmagan uylarda yashab kelishmoqda. Muammo kanalizatsiya tizimida suv to'silib, oqmay qolgan. Hid, kir suvlar sanitariya talablariga zid holat. Bu uylarda yashash mumkin bo'lmagan darajada deya ta'riflamoqda aholi vakillari. Quruvchi butkazmasdan tashab ketgan, biz o'zimiz ko'chib kelgan aholilar bilan birgalikda shunchalik qilib eplab oldik. Lekin holatni ko'ryapsizlar. Bu kanalizatsiya hech bir to'g'rilab bo'lmayapti. Pul yig'ib o'zimiz torttirib, to'g'rilatyapmiz. O'sha kanalizatsiya ulgimayapti. Meni monolarga ulab qo'ygan trikotajik bilan bitta qilib. Bu yana 20 ming 30 mingdan yig'amiz, yana shu muammo 15 kun, yo'qmasa 10 kun asha ahvol. Mana o'sha bir haftadan o'tdi, bir 10 kundan o'tdi, mana shu turganiga. Mana toshyapti, mana shunday ikki tomon to'layapti. Kunduz olib chiqqanda yer emvoradi. Buni tagida ham kanalizatsiya bor. 2023-yilda bizga subsidiya asosida uy berishdi. Endi yangi uyga ega bo'ldik deganimizda kanalizatsiya muammosi boshlandi. Bormagan idoramiz qolmadi, javob yo'q, natija yo'q. Har doim va'da beriladi xolos, deydi oila vakillari. Andijon tumanida 17-maktabda viloyat hokimining qabuli bo'ldi. Shunga undan bundan eshitib bordimda, borsam Andijon tumanida hokimiyat odamlari meni qo'ymadi o'tga. Viloyatga aytmay turing, biz o'zimiz hal qilib beramiz deganiga ham bir hafta bo'ldi-da. Aholi murojaati yuzasidan mutasaddi idora Andijon tumani hokimligi qurilish bo'limi mas'uliga yuzlandik. Xo'sh, aholining kanalizatsiya bilan bog'liq muammosi qachon hal etiladi? Bu vaqtda bir nobop bir rasvo quruvchi bo'lgan, so'z yo'q, sochib ham yuribdi. Prokuraturaga ham buni berdik. Lekin biz endi odamlar yashayapti, u yerda quruvchiga qaramasdan hozir o'zimiz hisob-kitob qildik. 300 metr, 500 metr turba kerak ekan, turbasini olish harakatidamiz. Kanalizatsiyani boshqatdan tortgan. Orqa tomondan eshiklarini mana ko'rgan bo'lsiz, robot ham qo'ymagan. Biz ona talabalarni trenos qilib, gaz turbalarini trenos qilib, orqadan bularga robotini qo'yib, yo'lagini boshqasini hamma yo'g'ini qilish bo'yicha hisob-kitobimizni qilib oldik. Keyingi oyda 10-15-gacha xudo xohlasa joriy qilib beramiz. Donir aka, biz 15 kundan keyin xabar olsak bo'ladimi? O'zgarish bo'ladi bu yerda. 20 kundan keyin gaplashaylik aka. 15 kun deb olmoqchi bo'ldim. 20 kundan keyin xudo xohlasa. O'rganish jarayonida 2 oilaning yana bir muammosiga duch keldik. Aniqlanishicha, ko'p qavatli uylarning xonadonlaridan biri qurilish paytida 2 nafar fuqaroga bir vaqtda sotib yuborilgan. Qurilish tashkiloti tomonidan yo'l qo'yilgan bu xatolik sabab hozirda har 2 oilaning ham xotirjamligi buzilgan. Bankda orderlarim bor desa, menga o'tmaydi orderlar dedi. Hozir tergovda ishimiz desa, tergovda qarorlarni qilamiz bo'lsa, tergovdagi bizga ishlasa o'tmaydi, qaror ishlasa o'tmaydi deyapti. Yukini agar chiqib tashlayman, mo kunga ijro tayyorlayapman. Mana qilaman deb menga tinmay telefon qilyapti. Quruvchi uyda, quruvchiga hech qanaqa bo'lmayapti. Quruvchi yuribdi, mazza qilib yuribdi. Uyga bir haqqimizni talab qilib, haqqimizni so'rab borsak, ko'proq dadasi shunday 102 qilyapti, 102 qilyapti. Bizni haydayapti. Bizga chora ko'raman, anaqa qilaman, bunaqa qilaman deb bizni o'zimizni boshimizni og'rityapti. Quruvchi tan oladimi olgan pulini? Tan oladi. Anaqalarimiz ham bor, nima deydi? Tilxatlar qilib bergan. Afsuski, ko'p holatlarda aynan subsidiya asosida ayrim qurilgan uylarda shoshma-shosharlik bilan amalga oshirilgan qurilish yetarli nazoratning yo'qligi oqibatida ko'plab kamchiliklar yuzaga kelmoqda. Bu esa faqat moddiy emas, ma'naviy jihatdan ham fuqarolarni zarar ko'rishlariga sabab bo'lmoqda. Bu uyda menga quruvchi qonuniy qilib notarialniy o'tkazgan, men kadastr hujjat, kadastr pasport, kadastr ko'chirmalarini chiqarib qo'yganman. 6 oydan beri bu qizga iltimos qilib kelaman, uyni bo'shatib bering deb tushunmadi. Sudga ariza qildim. Sudda ham yutib chiqdim. Qarorlarigacha o'tib ko'rdi, qarorlar chiqdi. Qaror MIBni o'tdi. Endi hozir shu MIB majburiy bo'shatib berish to'g'risida kuchida turibdi. Shu 1-2 kunda endi ixtiyoriy bo'shatib bermasa, majburiy bo'shatib beradi. Ko'rinib turibdiki, uy oldi-sottisi, hujjatlashtirishdagi noaniqliklar hamda texnik kamchiliklar birgina mahallada emas, ayrim qurilishdagi yechimini kutayotgan muammolardan darak bermoqda. O'ylaymizki, Andijon tumani hokimligi va mas'ul idoralari bu muammoni qisqa fursatda hal etadilar. Lavhani tayyorlab ulgurmasimizdan murojaatchilardan qayta murojaat tushdi. Assalomu alaykum, to'rtga ijodkorlari va rahbariyati. Ularga alohida kattakon rahmat. Sizlar kelib, syomka qilib ketgandan keyin ertasi kuni xudo xolasa natija bo'ldi. Kanalizatsiya uchun turbalarni olib kelib tashab ketishdi. Xudo xohlasa shu kunlarda kanalizatsiyamiz ham hal bo'lib ketsa kerak. Tundum xalq nomidan sizlarga kattakon rahmat.
Mas'ullarning o'z vaqtida murojaatga befarq bo'lmaganidan ochig'i xursand bo'ldik. Endi qolgan ishni oxiriga yetkazish qoldi. Tez kunlarda manzilga qaytib noxatakliklar quvonchiga sherik bo'lishni kutib qolamiz. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.